Farzand siyib qo'ygan paytda ona kaltaklashi mumkin, ota uyaltirishi mumkin. Farzand qo'rqib qolsa, otadan yoki onadan qo'rqib qolishi oqibatida o'z siyg'oq kasallikka duchor bo'ladi. Chunki bizni miyamizdagi hissiyot markaziga yaqin o'tadigan siydik ajratib chiqaruvchi sistemani boshqaruvchi hujayralar ish faoliyati buzilishi oqibatida u kechasi qovug'i to'lganini bilmasdan siyib qo'ya boshlaydi. Agar kimki farzandini shu kasallikdan sog'aytirishni istasa, farzandni ichidagi qo'rquvini yo'qotish kerak. Farzandni ruhiyatini ko'tarish kerak. Farzandni ongida siyib qo'yaman degan fikrini yo'qotish kerak. Bunda Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologik markazi sizga yordam beradi. Marhamat, farzandlar baxti, ota-ona baxti. Oilada baxtni tiklang. Baxtni tiklash o'zingizga bog'liq.